Odam bo'lish qiyin. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov qalamiga mansub roman. Asar adibning ilk romani bo'lib 1969-yilda yozilgan. Roman yozuvchining ilk katta asari bo'lsa-da, yaxshi muvaffaqiyat qozongan va 50 yildan beri qayta nashr etilmoqda. O'lmas Umarbekovning har bir asarida bo'lgani kabi ushbu romanda ham hayotning haqiqatga to'la nafasi ufurib turibdi. Asar tilining soddaligi, voqealarning jonliligi, asar qahramoni Abdulla va Gulchehra orqali yoritilib berilgan bo'lib, bir o'qishdayoq siz kitobxonni ortidan ergashtirib ketadi. Odam bo'lish qiyin. O'lmas Umarbekov unda insoniylik, vijdon, halollik va hayot sinovlari masalasi yoritiladi. Asarda qahramonlar taqdiri orqali jamiyatdagi adolatsizliklar, odamlarning ichki kechinmalari va to'g'ri yo'lni tanlash naqadar mushkul ekanini ko'rsatib beriladi. Muallif insonning chinakam odam bo'lib yashashi uchun nafaqat aql, balki mustahkam e'tiqod va pok vijdon zarurligini ta'kidlaydi. Asar qahramoni Gulchehraning fojiali o'limi orqali hayot va vijdonning naqadar bebaho ekanini teran anglatiladi. Har bir kitobxon odam bo'lish qiyin asar orqali o'z vijdoni bilan yuzlashadi. Bu asarni o'qish orqali insoniylik va hayot haqidagi chuqur saboqlarni anglaysiz. Aziz kitobxon, sizlarga ham asarni o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.